Maxfiy urush. Avtori Robert Spalding. 11-bab Xitoyning o'z yig'ida o'z go'shini qo'rish. 1-qism. Amerika va butun dunyo burilish nuqtasida turmoqda. Xitoy o'zining maxfiy urushida faol harakatga o'tgani 20 yildan oshdi. Hozir uning 2049-yilga borganda, ya'ni Xitoy Kompartiyasining hokimiyatni qo'lga olganiga 100 yil bo'lganda, yer sharidagi hukmron davlatga aylanish nishoniga ozli vaqt qoldi. Shundaqla Xitoy bu nishonini ishga oshira oladigandak qiladi. Amerika va dunyodagi yangi iqtisodiy kuchlar o'zimi tuymagan holda Xitoyning qad ko'tarishiga hamdamda bo'ldi. Xo'sh xabar shuki, Xitoy ilgirgidek o'z planini yoshirib yurmas bo'ldi. Endi hukumatimiz, siyosiy yo'llarimiz va moliya sohasidagi avangardlar davlatimizning manfaati va Amerika jamiyatini xarakterlagan prinsiplar uchun harakat qiladigan vaqt keldi. Xitoy Kompartiyasining ichitilgan jamiyatimizga elib keladigan ajallik tahdidini to'sish uchun Amerika va G'arb davlatlari qo'llanishi kerak bo'lgan 4 muhim uqum bor. Ammo men bularni o'tirg'a qo'yishdan burun Amerika tarixidagi eng halqiliq paytlardan birini bayon qilib o'tgim bor. Men buning bizni kelgusidagi raqobat to'g'risida bir ramka va qoyil qilarliq nuqtai nazar bilan ta'minlashini umid qilaman. 1941-yili 1-oyning 6-kuni Prezident Franklin Delano Roosevelt yillik davlat ahvoli bayonotini e'lon qildi. Uni Amerikaning davlat ahvoli to'g'risidagi yangilik degandan ko'ra, Hitlerning hujumiga uchrayotgan dunyoning ahvoli to'g'risidagi yangilik deyish to'g'ri bo'ladi. Roosevelt tahdidlarni xulosalash orqali davlatimizni urushga tayyorlik qilg'izayotdi. Roosevelt o'zi uzundan buyon Amerikaning 2-dunyo urushiga qatnashishi muqarrar deb qarab kelgan edi. U 1939-yili Davlat Majlisidan Angliyaga qartilgan qurol setish embargosini bekor qilishni talab qilgan edi. Shundaqla u yana Amerikaning cho'qim demokratiyaning ulug' qurol-yaroq ombiriga aylanish kerakligini jakarlab, Amerikadagi qurol-yaroq korxonalarini urushga tayyorlik qilishga chaqirgan edi. Endi bo'lsa, prezident bu masalani xalqning oldiga qo'yib, o'z nutqini Hitlerning mayli qurol orqali yoki hali ham urushga qatnashmay, tinchlik ichida turayotgan davlatlar orasida ixtilof paydo qilishga uring'uchilarning zaharxanda tashviqotlarini maxfiy tarqitish orqali demokratik turmush usuliga qaratgan urushi to'g'risidagi dramatik haqiqatlarga taqobil turish quroli sifatida ishlatdi. Rooseveltning bu nutqida yakkichilikning xatiri ta'kidlandi. U hatto ta'xirsizlikni yumoristik tusda bayon qilib, bir davlat bo'lish sifatimiz bilan ko'nglimizning yumshoqligidan faxrlanishimiz mumkin. Ammo yumshoqbashlikning oqibati to'limi eg'irdir degan edi. Nutqning oxirlashish minutlari uning eng halqiliq payti bo'lib, bu chaqda Roosevelt biz bexatarlikni kapolatga ega qilmoqchi bo'lgan kelgusi kunlarda 4 turlik zarur kishilik erkinlik ustiga qurilgan dunyo qurib chiqishni umid qilamiz dedi va bularni tövandikidek radga turg'izdi. So'z va fikr erkinligi, har kimning o'zi xohlagan shaklda Tangriga ibodat qilish erkinligi, muhtojlikdan xoli bo'lish erkinligi, qo'rqinishdan amin bo'lish erkinligi. Roosevelt tartib ilinsa bo'lmaydigan mazkur erkinliklarni bayon qilgandan keyin uningga dunyoning har qanday yerida degan iborani qo'shib, bularning faqat amerikaliklarga xos huquq emasligini ta'kidladi. Bular har bir davlatdagi har bir odam bahramand bo'lishga tegishli kishilik huquq edi. To'limi ixcham, ammo doirasining kengligi bilan kishilarni hayron qoldirgan mazkur xitobnoma hozir 4 turlik erkinlik nutqi deb atalmoqda. Mazkur nutq bir qator jihatlarda bishorat xarakterlik bo'lib, Roosevelt o'zining ushbu kelgusi tasavvurini bayon qilib, 11 oydan keyin, ya'ni 1941-yili 12-oyning 7-kuni Yaponlar Marvayit portini bombardimon qildi. Amerika urushqa, ya'ni 2-dunyo urushiga rasmiy qatnashib, fashizmga qarshi turish va jamiyatimizning yadrosi bo'lgan
erkinlikni qo'g'dash uchun kurash qildi. Ikkinchi dunyo urushi oxirlashganda Ruzveltning 4 kishilik erkinlik uqumi Atlantik ahdnomasi va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti nizomnomasining uliga aylandi. Ruzvelt Davlatlar Birlashmasining birlikda harakat qilish orqali bu erkinlikka kapolatlik qila oladiganligiga ishongan. Uning so'zida Amerika o'z oldiga g'albini qo'lga keltira oladi degan qarashga raddiya berilgan bo'lib, u mundaq vaqtlarda har qandaq bireylarning tayyorliqsiz yana texi bir qo'li orqasiga bog'langan Amerikani butun dunyoga taqobil tura oladi deb qarshi go'daklik, shundaqla xiyolparastlikdir degan. Aksicha u qonun bilan idora qilinadigan va masalalarni tinch suhbat orqali hal qiladigan xalqaro tartib o'rnatishga chaqiriq qilgan edi. Amerika hali ham 4 turlik erkinlik uqumi o'ziga mujassamlangan prinsiplarni yoqlaydi. Ularning ikkisi Amerika asosiy qonuniga kirgizilgan. Ammo dunyo tubdan o'zgardi. Bugungi dunyo tamoman yer sharlashgan vaziyatda biz qiliplashtirilgan prinsipal sistemaning parchalanishiga va vayron bo'lishiga shohid bo'lyapmiz. Yer shardagi pul va ta'sir iqimini inchiki kuzatgan har qanday odam, har qaysi davlat hukumatlarning xalqaro sahnada raqobatchi davlatlar bilan emas, balki davlat halqıgan shirkatlar, ommaviy tashkilotlar, jinoyat guruhlari va terrorlik tashkilotlari bilan o'zaro giralashayotganligini va raqobatlashayotganligini, ularning hammasining foyda, huquq va kontrol uchun cheklimsiz jang qilayotganligini bayqaydi. Hech qanday bir davlat 4 turlik erkinlikka Xitoydek shiddatli qarshi turmaydi. Shundaqla hech qanday bir davlat o'zi vayron qilmoqchi bo'lgan qoida tuzumlarga rioya qilayotgan ko'rinish bilan bir vaqtda o'zining iqtisodiy va harbiy kuchini oshirish uchun yer sharlashgan sistemaga bu qadar partizanlarcha beqinib, uning qinini sho'rab baqmadi. Muhtojlikdan xoli bo'lish erkinligi, ya'ni iqtisodiy muqimlikni ro'yobga chiqarish iqtidori Xitoy Kompartiyasi o'z xalqiga bera oladigan birdan-bir narsadir. Gerçi muhtojlikdan xoli bo'lishdan iborat bu alayda erkinlik g'arbdagi nurg'un kishilar asti tutishga tegishlik intayin mo'yin prinsip bo'lsa-mu, ammo uni hargizmi birdan-bir kishilik huquq deb qaravilishga bo'lmaydi. So'z, ideya, din, matbuot qatorliqlardan iborat erkinlikning qimmatlik ul asoslari Xitoy Kompartiyasi tarafidan dushman deb qaraladi. Ular hatto partiya materiallarida Xitoy Kompartiyasining hokimiyatining davomlashishi uchun tahdid deb ko'rsatilgan. Hamda bu bizni Ruzvelt o'tirg'i qo'ygan 4 turlik erkinlikning eng oxirgisi bo'lgan qo'rqinishdan amin bo'lish erkinligiga diqqatimizni og'dirishga undaydi. Gerçi Xitoy Kompartiyasi hamisha tashqi dunyoga do'stona, tang foyda olishni xohlaydigan tutumini izhor qilib kelgan bo'lsa-mu, ammo u o'z davlatini qonun bilan emas, balki vahima bilan boshqaradi. U fuqarolarni kontrol qilishga urinib, ularni haqiqiy ravishdagi ideya, harakat va fikr erkinligidan mahrum qilgan. Xitoy Kompartiyasining kishilarning nimalarni qilsa bo'ladiganligi va nimalarni qilsa bo'lmaydiganligi to'g'risidagi hokim mutlaq andisini butun dunyoga eksport qilishga yerisligida shak yo'q. U raqamlik vositalar orqali o'z fuqarolarining qilmishlarini, jumladan ijtimoiy taratqu yo'llanmalarini, kishilarning nimalarga olqish berganligini, nimalarni setib olganligini va ilxatlarni nazorat qiladi. Shundaqla u dunyoning har qaysi joylaridagi ijtimoiy taratqularni nazorat qiladi. Shunisi aniqki, yoki oldimizdagi batlarda buning dalillari ko'rsatilgandan keyin aniq bo'lishi kerakki, Xitoy Kompartiyasi dunyoning iqtisodiy va siyosiy vaziyatiga ta'sir ko'rsatish va ularni tizginlash iqtidorini texmi kuchaytirish uchun dunyoning har qaysi joylarida xususiy sonliq ma'lumotlarni qo'lga tushirishga urinadi.
Xitayning yer shariviy ta'sir ko'rsatish mujodilasini, shundaqla iqtisodiy va harbiy kuchga erishish uchun aldamchiligini, o'g'irligini, pora berishni va bostirmachiligini targ'ib qiladigan ideologiyalik asabiylikni nazarda tutganda, Ruzveltning so'zining takrorlashga arziydigan bir bo'ligi bor. Ayni vaqtda u natsist Germaniyasining tahdidi to'g'risida so'zlayotgan edi, albatta. Davlatimizning va demokratiyarimizning kelgusi va bexatarligining chegarimizning sirtidagi voqealarga zo'r darajada bog'lanishliq bo'lib qolganligini afsuslanish ilkida ma'lum qilishning zarurligini bayqadim. Demokratik mavjudlikni qurolli kuch orqali qo'g'dash mujodilasi hozir 4 qit'ada dog'dug'liq elib berilmoqda. Agar bu mudofaa harakati mag'lub bo'lsa, Yevropa, Osiyo, Afrika va Avstraliyaning barliq nupusi va barliq boyliqlari bo'ysundirg'uchilar tarafidan tizginlanadi. Shuni unutib qolmasligimiz kerakki, bu 4 qit'adagi nupus va boyliq g'arbiy yarim sharning umumiy nupusi va butkul boyliqidan zo'r darajada eshib ketadi. Bugunmi ayni vaqtdagiga o'xshash dramatik vaziyat mavjud. Buningdan boshqa, agar bizning Xitoyga qaratgan mudofaamiz mag'lub bo'lsa, Shimoliy va Janubiy Amerikani bo'ysundirg'uchilar tarafidan tizginlanadigan qit'alar tizimligiga qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Bu bo'lak bugungi kunda o'xshashli muhim. Chunki Xitoyning o'z fuqarolariga qaratgan bostirmachi muomalasini keyingi natsizmdan boshqa ibora bilan sifatligili bo'lmaydi. Uning dinni cheklashi, musulmon Uyg'urlarni va Tibet buddistlarini nazorat qilishi va turmaga solishi, davlat ishi sirtida o'z fuqarolarini nazorat qilishi, o'qituvchilarni turmaga solishi, davlatning hammadan oliy kuchga ega ekanligini ziyoda ta'kidlashi qatorliqlarning hammasi Hitlerning dunyoni tizginlash tasavvurining yangilanmasidir. Birdan-bir o'xshamaydigan yeri shuki, Xitoy chaqmoq tezligidagi urush, harbiy kuch va Yahudi qirg'inchiligining o'rniga iqtisodiy kuchidan foydalanish, qonunsiz texnika yo'tkash, to'r tajovuzchiligi, ul muassasa kontrolligi, siyosiy hil-mikr va harbiy o'rinlashtirmalarning darajasini o'stirish qatorliq og'dirmachilik vositalari orqali tajovuzchilik va istilochilik qilmoqda. Xitoyning cheklimsiz urushni to'xtatish butun Amerikada, shundaqla dunyoning har qaysi joylaridagi ittifoqdoshlarimiz bilan bir niyat, bir maqsadda erkinlikning kelgusi xatar ichida degan nuqtaga markazlashishni taqozo qiladi. Ammo bu urushda g'alaba qilish, uningga o'z zaminimizning ichidan boshlab taqobil turishdan derak berdi. Meningcha, bizning harakat qilishga 3 yil vaqtimiz qoldi. Agar biz Xitoyning murakkab ta'sir ko'rsatish mujodilasi to'rining iskanjisidan qutula olmasak, Xitoyga mablag' selishni tizginlayolmasak yoki ul muassasa masalalarimizni hal qila olmasak, agar biz fuqarolarimizni ahamiyatli xizmat bilan ta'minlash orqali ularni qo'g'dimisak yoki sonliq ma'lumotlarning bexatarligiga va maxfiyatligiga Xitoy shularni qo'lga tushirish uchun ko'rsatganchilik qizg'inlik bilan kapolatlik qilmasak, agar biz Xitoy bilan savdo qilayotgan shirkatlarning qonuniy jihatdan qo'g'dilishiga kapolatlik qilish uchun chet el egilik huquqiy kechirim qonuniga tuzitish kirgizmasak, agar davlat majlisi va oliy sud mahkamasi naq pullarning saylovchilarga ta'sir ko'rsatish uchun siyosiy faoliyatlarga eqishining oldini oladigan qonunlarni qayta ko'zdan kechirmasa, biz Xitoyning davlat ichi sirtidagi siyosatining qurboniga aylanib ketimizda oxirida 4 turlik erkinlikdan mahrum qolamiz. Xitoyning bugungi qadar qilgan harakatlari aldamchilik to'riga yoshirinib keldi. Xizmatchilarning ma'lum bir Twitter yozmasini olqishlaganligi uchun ishdan bo'shaganligi, Amerika hukumati mablag' solgan taratqu, Amerika ovozining ixtilofli ravishda jimiqtirilganligi, davlat majlisi a'zosining Xitoyning Tibetdagi qilmishlarini pardozlash uchun suratga tushib tashviqot ilib borganligi qatorliq misollar to'g'risida o'ylanib ko'ring. Ammo Xitoy Kompartiyasining o'ziga bo'lgan ishonchisining eshishiga agishib,
Amerikaga qarshi bu xil ag'dirumchilik harakatlari kun siri ro'shanlashmoqda. Oxirida siyosiy yo'llarimiz Xitoyning singib kirishi natijasida binormallashishida Xitoyni to'sib tura oladigan to'sma yeriladi. Shundaq navbatda Amerikaning siyosiy qonuni ancha-muncha qarg'i keladi. Ammo mazkur asosiy qonun kapolatining qarg'i kelishi siyosiy tartiblarning Xitoyning ta'siriga uchirmasligi va tizginiga tushib qolmasligini oldingi shart qiladi. Ko'rib turganimizdek, Xitoy o'zi kutgan natijaga erishish uchun vosita tanlab o'ltirmaydi. Bizning bir qism rahbarlarimiz nurg'un jihatlarda allaqachon murassa qilib bo'ldi. Men bularni yozayotgan mushu paytda Joe Biden 2020-yildagi prezidentlik saylamiga hozirlanyapti. O Xitoy to'g'risida Xitoyga mablag' solg'uvchi o'g'li bilan o'zi o'ttirsidagi chek-chegirning naqadar aniq ekanligi haqida nima deyishidan qat'iy nazar, u gaplarga cho'qim qattiq gumoniy muomala qilish kerak. Men bularni Baydenga bo'lgan oliy ehtirom bilan da'vataman. Uning bilib turib Amerikani setayotganligiga ishonmayman. Ammo men uning Washingtondagi nurg'un kishilarga o'xshashla Xitoyning oxirgi o'yini, shundaqla texnikaga va siyosiy kuchga erishish uchun bizning iqtisodiy kulturimizda qandaq yiltiz tortishga urinayotganligi to'g'risida xatolashganligiga ishonaman. Bo'lmasa u o'g'lini Xitoy bankisi, ya'ni Bank of China mablag' solgan mablag' fondiga rahbarlik qilmaslikqa undagan bo'ladi. Har kimning meni tig' uchini demokratchilarga qartayotidu deb qolmasligi uchun o'qirmanlarimizni bu kitobning muqaddima bobiga murojaat qilishni tavsiya qilaman. U bobda Cumhuriyetchilar partiyasidan bo'lgan Kengash palatasi rahbari Mitch McConnell va uning qatnash ministri bo'lgan ayoli Elaine Chao to'g'risida tafsiliy to'xtalgan bo'lib, ularning Xitoy bilan bo'lgan munosabati Baydenninkidan texmi qo'yoq va gumonliq. Mayli kim Amerika prezidenti bo'lishidan qat'iy nazar, Xitoyning dunyodagi eng do'stona dushman ekanligini tushunishi kerak. Xitoy kulimsirginicha sizga sovg'at tanlab, orqadan sizni qaqsanam qilib qo'ydigan davlatdir. Clinton bilan Gore, Bush bilan Jenny, Obama bilan Biden vazifaga o'ltirganda dal ashundaq ish yuz berdi. Biz Xitoydan keladigan nayrangvozlikni va tahdidni tushundigan va shuningga asosan harakat qila oladigan rahbarlarga muhtoj. 2020-yildagi prezidentlik saylami Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi huquq tangpunligini tangshashning, jumladan Amerikani qayta qurish va G'arbni amaliyotda butkul dunyoni 4 turlik erkinlikning tilga elinishiga yo'l qo'yilmaydigan hokim mutlaq kelgusidan saqlab qolishning fursatida ko'rinmoqda. Amaliyotda bu Amerika uchun mablag' solg'uvchilarning qarori sababli voz kechilgan yosimchilik sohasini, shundaqla Amerikaning nurg'un shaharlarini qaytadan tirildirishning va asliga keltirishning g'oyat zo'r fursatidir. Siyosat nuqtasidan Xitoyni davlat masalasi sifatida ko'rib, ixtiro, ideya, uchur va kapitallarimizni qo'g'dash uchun zarur tadbirlarni qo'llanish o'tgan 40 yilda Amerikani iskanjisiga ilib olgan nurg'un masalalarni hal qilishda Ravrus qarg'i keladi. Davomi bor. İngilizchadan tarjim qilguvchi Hikmatyor Ibrohim. Manba Uyg'urlar Tor jurnalining 22 sonidan elindi.